Shu Raminsk rayonga kelib konsert qo'ydik-ku. Odam siymadi. Bu mehmondo'st ekan, shu yerning shashligini jeb, xulos qilam familiyam esimdan chiqib uyga borib, haliga telefon arxivni qarab familiyamni topdim-da. Eng qizig'i qo'ng, bu hofizalar meni kidat qildi. Reklama pulini bermaydi. Lekin adamlarning zo'rida yana bir kaziyonlik qilayin deb kelib, shu qalla bermasa boshqa men bularni kaziyonlik qilib aytmayman. Ha shu yerda qatar bo'lib turibdi, bir interval ayqib yoqang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar meni allarlaringiz. Nimaga odamlar ko'chada qolib ketdi, nida bo'lin? Ko'chada qolib ketgani sal ko'proq bo'lib ketdi. Joyimiz. Yana konsert qo'yamiz deyapsizlar, qachon? Nasib bo'lsa 9-da praznik kuni. Taklif bo'ldi, yana qo'yingizlar deb, shuning uchun qo'yamiz. Qo'lni chavandozning laqachasini yodladingizmi yo'qmi? Laqachasini yodladim chavandozning. Aytmasangiz qala o'ldiradi. Bo'ldi, tamom. Bir narsa deyam qushlarg'asiz. Hammalaring 9-may kuni g'alaba kuni bilan bo'ladigan konsertimizda taklif qilaman. Kutib qolamiz. Avrja bir narsa desana. Qar qushlarni bir. Assalomu alaykum barchangizga. 9-may bo'ladi. 9-may kuni barchangizni Ali Baba restoranida kutib qolamiz. Ayna kengizlari shu Adresni yaxshi tushuntirib ayt. Raminsk rayon deb. O'tgan marta chalchipa gapirganlar bo'lsa, Короче, Raminsk rayon stansiyaning oldida fabrichnining Ali Baba choyxonasi. Raminsk rayon o'zi bilar, xit qildi. Hay ustol zayn qilmoqchi bo'lsangiz, pastda nomerlar turibdi, ustol zayn qilib qo'yasizlar. O'tgan qolgan pulni qo'shib berasizlar. Bo'lmasa bo'lmaydi. Takishda kutib qolamiz hamalaringizni. Bayram munosabati bilan shov-shuvli konsert bo'ladi. Ayna chavandozning laqachasini ham yotlaydi. Yotlamasa iloji yo'q. Shu ayna kelsa yotlaysiz aytib qo'ying. Kutib qolamiz kengizlar ayna. Haligi bitta ayna bor edi-ku, bo'yi uzun. O'sha o'ynaganiga men kayfim. Обязательно kelmasa bo'lmaydi lekin. Yo'q. Chavandozning laqachasini yotlab kelaman men. Bo'ldi ayna. Kutib qolamiz kengizlar.